Assalamu alaykum aziz insanlar, yaxshimsizlar. Dünya tinchlik, barobarlik yashash qonuni. Birinchi, adil haqqoniy bo'lish, hech kimning haqqiga tajovuz qilmaslik. Ikkinchi, nahaq odam o'ldirmaslik. Uchinchi, har kimning millati, dini, tili, urf-odatiga hurmat qilish, qandoq bo'lsa, shunda qabul qilib, xorlamaslik. To'rtinchi, insonlarga, hayvonlarga, tabiatga buzg'unchilik qilmaslik. Beshinchi, dunyo insonlarning o'rtaq mulki. Buni hech kimning chegara to'sib, ochiq turmuq qilmaslik. Oltinchi, bütün insonlarni, tabiatni, hayvonlarni, dunyoni so'yib yashash va qo'dash. Yettinchi, bütün insonlarning, hayvonlarning, tabiatning genini o'zgartib buzmaslik. Sakkizinchi, insonlarning vaqtini isrof qilgan, ko'ngilsiz qiladigan narsalarni ijod qilmaslik, yasamaslik. To'qqizinchi, jazonxo'rlik qilmaslik, o'sim olmaslik. 10. Och qilib o'lgandimi hargiz odam yemaslik. 11. O'zaro hurmat qilish, ishonishni kuchaytirish orqali pasport, kimlik va boshqa qog'ozbozchilikni yo'qotish. 12. İnsanlarni qul qilmaslik, hiyla qilib bog'lab olib, umrini zoya qilmaslik. 13. Raqobat deb shaxsiyatchilik qilib, sen o'l, men yashay misoli qilmasdan o'zaro manfaatlantirish, barobar taraqqiy qilib yashash. 14. Tilimiz, harakatimiz orqali boshqalarning izzat hurmatiga ve menfaatiga daxil tarz qilmaslik. 15. Bütün ilim kasblarini qisqartirib, osonlashtirish uchun harakat qilish. 16. Sevgi, vafo, mehri, muhabbatimizni oshirish uchun har kimning o'zini tepishga yordam qilib, qobiliyatini joriy qildirish. 17. Axloqsizlik qilmaslik, jamoatning axloqiga ta'sir yetkazmaslik. 18. Tabiiy davolash usulini ko'paytirish. 19. Kechirim qilish, adil bo'lish va to'lam to'lash yo'li bilan bütün masalani uzil-kesil hal qilish. 20. Har ishlarni ahliga berish yo'li bilan ishimizni to'g'ri, yaxshi, oson hal qilish.